Voqea kutilmaganda shunchalik o'zgarishini umuman kutmagan edim. Voqeani boshida fransiyalik Olivier ismli bu odam o'zini do'stlari bilan itini sayr qildirib yurgan edi. Keyin esa to'sadan iti qochib ketib, mana shu qorong'i joyga kirib ketadi. Bu joy ma'lum bo'lishicha, juda ham chuqur tunnelning boshlanish qismi bo'lib, uni o'ziga yarasha tarixi bor ekan. Yaqin atrofda yashovchi odamlarning aytishicha, bu yerda oldin maxfiy laboratoriya faoliyat yuritgan ekan, lekin bu laboratoriyada aniq qanaqa tajribalar olib borishganini hech kim bilmas ekan. Eng qizig'i, onda-sonda bu yerda metallni yerda sudraganga o'xshash tovushlar eshitilib turar ekan. Lekin bu odamlar o'sha hikoyalarni shunchaki cho'pchak deb o'ylashib, itni qidirishda davom ettirishibdi. Biroz vaqtdan keyin ular shunchalik chuqurlikda edilarki, hattoki telefondagi aloqa ham uzilib qoldi. Ular qidiruvni davom ettirishar ekan, atrofdan g'alati ovozni eshitib qolishdi. Lekin bu ovozlar unchalik qo'rqinchli bo'lmaganligi uchun ular yo'lda davom etishdi. Voqeani davomida ular itni hattoki oyoq izlarini ham topa olishmaganida do'stlardan bittasi qaytib ketishni taklif qiladi. Lekin itni egasi Olivier bu joyni uzunligi kilometrgacha borishini va itni tashqariga chiqib olish ehtimoli kamligini aytadi va qidiruv yana davom etdi. Qidiruvning davomida esa ular juda ham qo'rqinchli xonani aniqlashadi. Bu xona oldingi asrlarda qullarni saqlashga moslashgan zindonga o'xshardi. Ular xonaga kirib, uni ko'zdan kechirayotganlarida do'stlardan bittasi tokchadagi mana bu qizil suyuqlik bilan to'lgan idishlarning ichida manadir ko'zi turganini ko'rib qo'rqib ketadi va aynan mana shu nuqtadan g'alati narsalar sodir bo'la boshlaydi. Ular bu joyda qolish xavfliligini sezishib, orqaga qaytayotganlarida to'satdan g'alati kiyimdagi bitta odam ular tomonga qarab tez yurib kelayotganligini ko'rib qolishadi. To'g'risi bundan keyin sodir bo'lgan voqealarni ko'rib, qorong'i joyda turish tugul, qorong'i joyga qarashga ham qo'rqib qoldim. Agar sizga ham voqeani davomi qiziq bo'lsa, kommentariyada o'zingizning fikr-mulohazalaringizni yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha